Salom do'stlar. Sizlar bilan Tkachenko Aleksandr va ushbu videoda men sizga biznes joylaringizni qanday uzaytirishni ko'rsataman. Ayniqsa, hozir Royal Hawk Service tomonidan o'tkazilayotgan aksiya doirasida buni qilish juda foydali, chunki 20-iyundan 25-iyungacha shu 5 kun davomida har bir biznes joyini uzaytirganingiz uchun taxminan 4 barobar ko'proq foyda olasiz. Demak, biz faollashtirish muddatidan 2 barobar ko'p vaqt olamiz. 1 oy emas, 2 oy va reklama sovg'a balansidan 2 barobar ko'p cashback olamiz. Men 15 ta emas, 30 ta yetib boraman. Shu davrda biznes joy olganlar ham gift balansni 2 barobar ko'p olishadi. 50 emas, $100 tushadi. Shuning uchun hozir biznes joy sotib olish oddiy reklama to'lovidan ko'ra foydaliroq. Chunki reklama beruvchi uchun eng foydali pozitsiya bu reklama hisobini bir yo'la kamida $100 ga to'ldirish. Shunda u yana qo'shimcha 50% gift oladi. Natijada 50% foyda qo'shimcha bo'lib chiqadi. Hozir shu aksiya davrida ham agar odam o'sha $100 ni biznes joy sotib olishga yoki uni uzaytirishga sarflasa, u o'sha $100 dan $200 lik foyda oladi. Oxirida. Shuning uchun bu ancha foydaliroq. Bu aksiyadan maksimal foydalanish kerak. Uni bir necha oyga uzaytirsa bo'ladi. Buning uchun bo'limga kiramiz. Avval referaldan asosiyga pul o'tkazaman, chunki faqat bir oyga emas, asli 4 oyga uzaytiraman. Buning uchun biz pul o'tkazishga o'tamiz. Hisoblarimiz orasida tanlaymiz. Qaysidan, referal hisobidan, qaysiga, asosiy hisobga. Hop. Va aslida bu yerda biz 10% ni ko'ryapmiz. Bu menga reklama hisobiga o'tadi. Shunday shartlar va o'tkazma summasini yozamiz. Endi ko'p oylab o'tirmayman. Bu yerga 100 deb yozaman. O'tkazish. Xo'sh, hammasi o'tkazma amalga oshdi. Endi jamoaga o'tamiz. Endi matritsa bo'limiga o'tamiz. Endi mana menda 7 ta biznes joy bor. 3 kun qoldi. Shuning uchun mana shu aksiya menga haqiqiy sovg'a bo'ldi. Va shunchaki uzaytirish tugmasini bosamiz. Tasdiqlash. Hammasi uzaytirildi. Endi sahifani yangilaymiz. Shunchaki ko'ramiz. Mana ko'ryapmiz. Bitta biznes joyni uzaytirdim. Aslida 30 kun qo'shilishi kerak edi. 60 kun qo'shilibdi. 33 edi, 63 bo'libdi. Shuning uchun hozir hamma joyda uzaytirish tugmasini bosamiz. Qanday bo'lsa, shunday qoldirsa bo'lardi. Menda avtomatik uzaytirish yoqilgan. Belgilar va balansda pul bor. Hozir sahifani yangilayman. Lekin menga ancha yoqimliroq bo'ladi. Ishni qilib qo'yganimni bilsam va bemalol yurishim mumkinligini his qilsam, shunday deyish mumkin. Ya'ni men allaqachon uzaytirishni bajardim va mos ravishda mana ko'rib turibmiz. Hammasi 60 kunga uzaytirildi. Endi yana bir bor ko'zdan kechiraman va yana bir marta uzaytirish tugmasini bosaman. Demak, texnik xatolik yuzaga keldi, deydi. Katta ehtimol bilan men tugmalarni haddan tashqari tez bosganim uchun. Yana hammasini shoshilmasdan qilamiz. Hech kim bizni shoshirmayapti. Bu yerda har tugmasini bosamiz, tasdiqlaymiz. Keyin 3-chisiga o'tamiz. Muvaffaqiyatli. Mana 7-chi biznes joy. Endi sahifani yangilaymiz.
Mana ko'ryapmiz. Barcha biznes joylarimda 123 kun qoldi. Ha, avtomatik uzaytirishni qo'yish mumkin. Lekin hozircha menda avtomatik uzaytirish ishlagan tajriba yo'q. Men shunday odamman, hamma narsa nazoratda bo'lishini yaxshi ko'raman. Yaxshisi, buni oldindan qilaman. Agar balansda pul bo'lsa, bu zavqni chozib o'tirishning nima keragi bor? To'g'rim. Yaxshisi, bosib, darrov uzaytirgan ma'qul. Bundan tashqari, xohlagancha marta bosishingiz mumkin. Bir necha oy oldindan ham uzaytirib qo'yishingiz mumkin. Agar bu pul baribir balansda tursa, yaxshisi uni darrov uzaytirishga sarflang. Ayniqsa, shu davrda siz ancha ko'proq foyda olasiz. To'g'rim. Mana shunaqa. Shuning uchun buni darrov va qo'lda qilishni tavsiya qilaman. Yaxshi, kelajak uchun ham avtozaytirish belgisini qoldiring. Shunda pul akkauntda to'planadi, ishlab topiladi va yechib olinadi. Lekin yagona jihati, hamkorlik dasturidan pul ishlasak, referaldan asosiy hisobga pulni o'zimiz o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Chunki yechib olish aynan asosiy hisobdan bo'ladi. Shuning uchun agar siz referal hisobga pul ishlayotgan bo'lsangiz, pul tushyapti, lekin akkauntni nazorat qilmayapsiz va vaqti bilan asosiy hisobga hech narsa o'tkazmayapsiz, unda avto yechib olish shunchaki amalga oshmaydi. Chunki asosiy hisobingizda yetarli balans bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu nozik jihatni, bu holatni albatta inobatga oling. Xo'sh, aslida ko'ryapsiz, gift hisob ancha sezilarli oshdi. Balans bo'limiga tarixga o'ta olamiz. Mana bu yerda ham o'zimga ham pul ishladim, to'g'rimi? Mana gift hisobiga 30 tushgan. Bu yerda 5 dollar, bu yerda esa o'zimga ham pul ishladim. Agar sizda bir nechta biznes joylar bo'lsa, pastki kataklar to'langanda ham daromad olasiz. Shaxsiy yoki begona bo'lishidan qat'i nazar, u biznes joyingiz ostida turgan bo'lsa va to'lanayotgan bo'lsa, siz bundan ham daromad olasiz. Ya'ni bu yerda yana qo'shimcha foyda ham qo'shiladi. Shuning uchun, masalan, agar siz faol reklama beruvchi bo'lsangiz, bir nechta biznes joy sotib olish va ularni kerakli summaga bir necha marta uzaytirish siz uchun foydali. Siz reklama uchun 2 baravar ko'proq balans, gift balans olasiz va shu biznes joylarni uzaytirib, o'zingiz ham ozgina daromad qilasiz. Bu yerda mayda-chuyda bo'lsa ham, ortiqcha 5 dollar hech qachon ortiqcha bo'lmaydi. Mana shunaqa. Mana ko'ryapsiz, to'lovlar. Bu shu tarzda ishlaydi. Mana gift hisob ham reklama uchun yaxshi to'ldirildi. Men reklamaning barcha turlaridan faol foydalanaman. Bannerli, kontekstli, topshiriqlar va video reklamadan ham foydalanaman. Ya'ni mavjud bo'lgan hamma narsadan maksimal darajada foydalanaman. Mana shunaqa. Aslida men na gift hisobni, na reklama hisobini ataylab to'ldirmayman, chunki bu pullarni shu yerning o'zida ishlab topaman. Demak, men uchun reklama deyarli bepulga tushyapti. Mana hozir men uzaytirish uchun to'lov qildim va gift hisobga ham pul tushdi. Yaxshi miqdorda pul yigildi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, aynan mening holatimda 7 ta biznes joy uchun to'lov qildim. 15 dollardan ko'paytirsak, bu bir oy uchun 105 dollar to'ladim. Deyarli 2 oy bepul oldim, desak ham bo'ladi. Endi aslida bu summani 2 barobar qilamiz, to'g'rimi? Mana shu summa 210 dollar reklama uchun hisobimga tushdi. Ya'ni menimcha bu juda zo'r, juda foydali. Sizlarga ham shuni qilishni tavsiya qilaman. Hamkorlaringizga ham aynan shu aksiya haqida va shu davrda kirayotgan reklama beruvchilarga ham albatta xabar bering, chunki ular uchun bu ancha foydaliroq. Xullas, hammasi shu. Keyingi videoda ko'rishguncha